Bir dona sportsion mototsiklni pulidan kvartira olib olishingiz mumkin. Atiga aldingi to'lov 35 million so'mdan. Kadastr dokumentlaridan muammo yo'q. Kvadrati 4,5 million so'm. Manzilga keladigan bo'lsak, MIPni yonida joylashgan Qo'shko'pirda. Bunaqa imkoniyatni o'tirib bermanglar. 28-dekabrdan amal etadi. Sveji holatda korobka varianti shunday bo'ladi. Agar remont etsangizlar, remontdan chiqqan holati shunday bo'ladi. Yani remont etsangizlar shunday ochilishadi, cho'tki hazatib, o'ynab kulib, yotib yumoqlanib yashayverasizlar. Gaz, svet, hamma sharoitda ega, hamma narsa o'tib turibdi. Prosta kelib, yashab bersangizlar bo'ldi. Oyna 5 million so'mdan bor yo'q. Podyezddan katta bo'ladi, eng zo'r yeri liftdan bor yana. Liftda keyin muzikalar ham bor, hazatib ketaverasizlar. Zdalyani orqa tarafidan keladigan bo'lsak, bolalar maydonchasi ham bor va orqa taraf ham zo'r parkovkalar ham bor. Kvartiralarimiz 4-5-6 etajda joylashgan. Narxlar o'zgarmaydi, kvadrat narxi o'zgarmaydi. Bunaqa imkoniyatni o'tirib bermanglar. Kim kvartira qidirib yurgan bo'lsa, ish videoni tashlab qo'ying, sog' bo'ling, boy bo'ling, bitta like bosib qo'ying. E'tibor uchun katta rahmat.